Hey yo, hammaga salom, siz bilan oilaviy kanal Rizov Movies va bu Men kichrayapman filmi. Bir erkak tabiiy anomaliyaga tushib qoladi va tezlik bilan kichrayishni boshlaydi. O'z uyining podvalida bo'yi atigi bir necha santimetr bo'lib qolgan holda qamalib qoladi. Endi o'zi uchun o'ta xavfli bo'lib qolgan dunyoda tirik qolish uchun kurashishga majbur. Film yozuvchi Richard Madisonning quyidagi fikr bilan boshlanadi. Inson koinotning ulug'vorligi va uning tushunib bo'lmas sir sanoatlari oldida juda ojizdir. Shundan so'ng Yer sayyorasi ochiq kosmosdan ko'rsatiladi. Kamera bulutlar orasidan pastga tushib, u yerda yashayotgan mavjudotlarning naqadar mitti va arzimas ekanligi ta'kidlanadi. Ana shu mavjudotlardan biri Paul. U erkin usulda suzmoqda. U o'zini ob-havo anomaliyasining markazida bulutlar aylanishidan hosil bo'lgan tornado, ya'ni bo'ron ko'zida qolib ketganligini sezadi. Suvdan chiqib, qadimgi ajdodlarimiz kabi Paul dengizdan quruqlikka chiqadi. 2-may kuni u qayiq ta'mirlash sexiga ishga keladi. Xodimlar ishni tekshirgach, shahar sanoat hududining shovqinidan uzoqlashib, sokin dengiz bo'yidagi uyiga yo'l oladi. Uni u yerda rafiqasi Elza va qizi Mia kutib turardi. Baxtli va tinch oila. Uyda krandan suv kelmay qolganligini ko'rib, Paul qizi bilan podvalga tushadi. Kuku laqabli mushuk ham ortidan bormoqchi bo'ladi, ammo uni qo'yishmaydi. Chunki podvalda yashovchi akvariumdagi baliq bilan urushib ketishi mumkin. Baliq kim uchundir uy hayvoni, kim uchun esa ovqat. Mia baliqni tomosha qilib turgan paytda Paul suv oqayotgan turbani ta'mirlaydi. Shu payt qizi devor bilan turba orasida 4 to'qib olgan o'rgimchakni o'ldirishni so'raydi. Chunki u ijara to'lamayapti. Hammaga mashhur Habbatus Sauda brendidan Assa premium mahsuloti Usmoniylar davri retsepti asosida yaratilgan, zamonaviy yondashuv bilan takomillashtirilgan. Haqiqiy tabiiy asal va qora sedananing mukammal uyg'unligi, zamonaviy formulada qayta ishlangan tabiiy kuch. Urolog mutaxassis Yunus Tur tavsiyasi asosida ishlab chiqarilgan 17 xil tabiiy giyohdan iborat kuchli kompleks. Prostata muammolari, jinsiy zaiflik va bepushtlikning oldini olishga tezkor yordam beradi. Ta'siri ilk kunlardanoq sezila boshlaydi. Buyurtma uchun quyidagi raqamlar orqali bog'laning. Ammo otasi o'rgimchakni o'ldirmaydi. Chunki u chivin, pashsha va hasharotlarni yo'q qiladi. Ta'mirlash ishlari yirtqichlar o'yini bilan yakunlanadi. Ota qizini yemoqchidek bo'lib hazillashadi. Yuqoriga chiqib, Paul ovqat tayyorlaydi. Kechki ovqatdan so'ng xotini va qizi mehmonxonada raqsga tushadi. Keyin Paul ham qo'shiladi va uxlab dam olishadi. Faqatgina mushuk Kuku yolg'iz qolib, bo'sh xonada dumini likillatgancha turib qoladi. 5-may kuni Paul uyg'onib dush qabul qiladi va ishiga hozirlanadi. Ko'ylagini kiyarkan, u kattalashib ketgandek tuyuladi va kechagi ko'ylagini tanlaydi. Kun odatdagidek o'tib, oilaviy kechki ovqat bilan yakunlanadi. Qizini uxlatishdan oldin Paul unga ertak o'qib beradi. Kechani esa xotin ochiq osmon ostida yulduzlarga termilib yakunlashadi. 7-may kuni Paul barcha ko'ylaklari unga katta bo'lib qolganligini aniq tushunadi. U to'satdan ozib ketdim deb o'ylab shifokorga boradi. Tekshiruvdan so'ng doktor eskullab uning bo'yini o'lchaydi. Ma'lum bo'lishicha, Paul 4 santimetrga kichraygan. Ilgari 1,80 santimetr bo'lgan bo'yi endi 1,76 santimetr. Shifokor buni yosh va stress bilan bog'lab xavotirga o'rin yo'q deb hisoblaydi. Ammo ishda Paul hatto kaska ham katta bo'lib qolganligini sezadi. Holbuki bosh suyagi kichraymasligi kerak. Axir u suyak. O'zidagi o'zgarishlardan xavotirga tushgan erkak uxlay olmaydi va vaqtni foydali o'tkazishga qaror qiladi. Trenajyorda belini mashq qiladi. Axir hajm kichrayib borayotgan ekan, buni qandaydir yo'l bilan qoplash kerak. Aks holda turli komplekslar paydo bo'lishi mumkin. 20-may kuni u dush hozir o'zidan anchagina baland joylashganligini payqaydi. Bundan tashqari ozib ketgan barmog'idan nigoh uzugi sirg'alib tushadi. Elza esa erining bo'yi undan past bo'lib qolganligini sezadi. Endi tanadagi o'zgarishlarni inkor etib bo'lmaydi. Xotin birga poliklinikaga borishadi. Shifokorlar uni MRT apparatiga solib tahlillar olishadi. Ammo baribir nima bo'layotganligini tushunishmaydi. Hamma ko'rsatkichlar bo'yicha u sog'lom, faqat
to'xtovsiz kichrayib boryapti. Xuddi dushanba tongidagi optimizmdek. Shifokorlar undan so'nggi paytlarda biror g'alati voqea bo'lgan-bo'lmaganligini so'rashganda, Pol dengizdagi bo'ron ko'zini eslaydi. Kasalxonadagi karavotda uxlay olmay yotib, Pol shuni tushunadiki, u umrining qolgan qismini tajriba obyekti sifatida o'tkazishni istamaydi. U kasalxonadan qochib, uyiga, oilasi va endi juda katta bo'lib qolgan sevimli kreslosiga qaytadi. Hayot o'z maromida davom etadi. Pol esa hanuz kichrayishda davom etib, juda mayda o'lchamlarga yetadi. Bu holatda mushuk Kuku o'zining yirtqich instinktlariga ko'ra Pol uchun juda katta xavf tug'diradi. Shuning uchun Eliza mushukni tashqariga chiqarib yuboradi va eshikni yopib qo'yadi. 30-iyun kuni bo'y taxminan 40 santimetrga tushib qolgan. Uyda yolg'iz qolgan Pol derazadan mushukni ko'rib qoladi. Kuku oynadan unga qiziqib qarab turardi. To'satdan Pol eshik ochilganligini eshitadi. Bu realtor bo'lib, u uyni mehmonlarga ko'rsatish uchun kelgan edi. Mitti uy egasi begona ko'zlardan yashirinish uchun tezda kravat ostiga yashirinib oladi va odamlar ketguncha kutib turadi. Xotini uyga qaytgach, Pol u bilan janjallashadi. U uyni sotishga qaror qilganligidan, hatto uni ogohlantirmaganligidan g'azabda edi. Bu uningcha mitti odamga nisbatan juda katta hurmatsizlik. 5-iyul kuni Miya kichrayib qolgan otasini qo'g'irchoq uyiga joylashtiradi. U yerda Pol nisbatan xavfsiz va qulay yashashi mumkin edi. Yangi xonalarni ko'zdan kechirar ekan, Pol qizini kuldirish uchun qo'g'irchoq bilan raqsga tushib, u bilan gaplashishga harakat qiladi. Ammo Miya yirtqich o'yinni o'ynab, otasiga irillaganida baland tovushlardan Polning ahvoli yomonlashadi. Qizcha otasini qo'rqib yubordim deb xafa bo'ladi. Shu paytda hamma tushunadiki, vaziyat endi yaxshilanmaydi. Bu manzarani Eliza derazadan kuzatib turardi. Kechasi Mitti Pol xotinining yotoqxonasiga keladi. Go'yo Gulliver Lilliputga qo'l cho'zgandek. 10-iyul kuni Pol ip va baliq tutish ilgagidan o'ziga xos ilgak yasaydi. U bilan oddiy odam faqat qoqilib ketishi mumkin bo'lgan baland joylarga chiqish mumkin edi. Shu payt tashqaridan kichkina eshikka Kuku urila boshlaydi. Mushuk uyida ikki oyoqlilar xo'jayinlik qilayotganligidan bezgan edi. Pol tasodifan ilgakka yon tomoni bilan urilib jarohatlanadi. Qonga belangan ko'ylagini yechib, u mushuk kira olmaydigan podval eshigi ostidagi yo'riqqa yetib olishga harakat qiladi. Ammo mushuk yangi qiziqarli o'ljani allaqachon sezgan edi. Ignani qurol sifatida olgan Pol mushukni chalg'itish uchun qo'g'irchoq uycha tomon yuguradi. U kichkina eshikdan chiqib ketadi. Ammo Kuku hamon uning izidan qolmayapti, chunki ovchilik instinkti allaqachon uyg'ongandi. Pol eshik ostidan sirg'alib o'tishga ulgursa-da, mushuk panjasini ichkariga suqmoqchi bo'lgan zahoti u zinaning chetidan yiqilib, pastki axlat qutisiga tushib ketadi. Uyga qaytgan Eliza Pol ustida erining qonli ko'ylagini ko'rib qoladi va uni izlay boshlaydi. Eliza podvalni tekshiradi, lekin axlat qutisiga hushiga kelgan Polning qichqiriqlarini eshitmaydi. Pol mushukning e'tiborini tortmoqchi bo'ladi. Shunda u xotiniga qayerdan izlash kerakligini ko'rsatdi deb umid qiladi. Ammo foydasi bo'lmaydi. Befoyda qidiruvlardan charchagan Eliza mantiqiy xulosa chiqaradi va Kuku mushugi Polni uyda hech kim yo'qligida yeb qo'ydi deb o'ylaydi. Ayol ketib qoladi. Pol esa yolg'izlik va umidsizlikda podvalda qolib ketadi. Endi Pol yangi sharoitlarga yashashga majbur. Yonidan topilgan mato parchalaridan o'ziga mos kiyim tikadi. Kabellardan esa beliga kamar yasaydi. So'ng qutidan chiqib, podval bo'ylab yuradi va o'zi bilan birga tushib ketgan ignani topadi. Endi u oddiy igna emas, balki qilich kabi qurol. Qurollangan Pol kran turbasi tomon yo'l oladi. Qorong'ulikda o'rgimchak oyoqlarining shitirlashini eshitadi. Uning o'lchamidagi odam uchun bu juda qo'rqinchli tovush. U yugurib trubaga yetib boradi. U yerdan suv tomchilab turardi. Shu tomchilarni ichish va yuzini yuvish uchun yetarli bo'ladi. Pol tonggacha truba tagida qolib ketadi. Ertalab tepada shovqin eshitadi. Pol zinaga yuguradi, ammo oilasining e'tiborini torta olmaydi. Kichkintoyimiz g'amgin holda atrofni ko'zdan kechiradi. Tarqilib yotgan axlatlar orasidan bo'r topadi. U tarakanlarga qarshi yoki chizish uchun bo'lishi mumkin. Shu bo'r bilan Polga o'z ismini yozadi. Ko'rib qolishlari kerak degan umidda. Reja zo'r, lekin bitta muammo bor.
Oiladan hech kim podvalga tushmaydi. Devor yonidagi burchakda Pol sichqon qopqonini topadi. Unda pishloq bor, lekin qachon qo'yilganligi noma'lum. Pol pishloqqa yopishgan chumollarni haydab yuboradi va qopqonni ishga tushirish umidida mixni uloqtiradi. Birinchi urinish samarasiz, lekin ikkinchi urinishda qopqon yopiladi. Och qolgan Pol pishloqdan bir po'lak uzib ovqatlanadi. Shu payt orqasidan to'r bo'ylab o'sha o'zi o'ldirmagan o'rgimchak tushib kela boshlaydi. O'rgimchak rahm qilmaydi. Pol esa shovqin qilib uni haydashga majbur bo'ladi. Endi hayotini davom ettirish kerakligini tushungan Pol mix, mato va suv to'ldirilgan shisha qopqog'i yordamida akvarium yonidagi karton qutini teshishga harakat qiladi. Bu juda ko'p vaqt oladi, lekin kartonni ho'llab, oxiri ichkariga kira oladi. Quti ichida u gugurt qutisini ko'radi, ammo yo'lni to'sib turgan kitoblar surish uchun juda og'ir edi. Shuning uchun chiqishni berkitib, shu yerda tunashga qaror qiladi. Yangi joyga o'rganayotgan paytda Pol tepada yana shovqin eshitadi. Mix va qog'oz qisqich bilan taqillatib e'tiborni tortmoqchi bo'ladi, lekin yana natija bo'lmaydi. U bas kolonka emas, shuning uchun uni hech kim eshitmaydi. Najot kutish befoyda ekanligini tushungan Pol ichib olishga qaror qiladi. Yaxshiyamki, podval bir vaqtning o'zida vino yerto'lasam edi. Igna bilan shisha probkasini teshib, tomchilayotgan vinodan ichib oladi. Ammo spirt unga tez ta'sir qiladi, ahvoli yomonlashadi. Shu payt Pol o'zini kuzatib turgan o'rgimchakni ko'radi. Shirakayf bo'lgan kichkintoyimiz ichidagi sher uyg'onadi va o'z shamsherini qo'lga olib, o'rgimchak tomon otlanadi. Pol akvarium ustiga chiqadi. Uning tepasida avtomatik chiroq bor edi. U yerdan o'rgimchakni jangga chorlaydi, ammo muvozanatini yo'qotib suvga qulab tushadi. Akvariumda suzib yurgan Pol kichkina makonda yashayotgan baliqni ko'rib unga qoyil qoladi. Qaytib chiqib Pol baliqqa chiroq ustida turgan yemishdan beradi va o'zi ham ozroq tatib ko'radi. Suv olishga ketayotib Pol qaytishda yana o'rgimchakka duch keladi. U qorong'ida go'yoki ko'cha bezorisi kabi poylab turardi. Pol suvni tashlab, igna bilan himoyalanib qochadi. U qanchalik qochishga urinmasin, o'rgimchak quvishda davom etadi. Uni devorga siqib boradi. Umidsizlik ichida Pol o'zini himoya qilish maqsadida yog'och parchasini olib, hujum qilayotgan o'rgimchakning yuziga sanchadi va uning bir nechta ko'zini shikastlaydi. Natijada bu o'lja ko'r bo'lib qolishga arzimaydi deb o'ylagan o'rgimchak ortga chekinadi. Uni butunlay haydab yuborish uchun Pol baqiradi. O'rgimchak ishorani tushunib qochib ketadi. Keyinroq Pol boshpana bo'lib turgan qutining yoniga qog'oz bo'laklarini tashib keladi. U gugurt qutisini topishga muvaffaq bo'ladi va zo'rg'a bitta gugurtni yoqib, o'zi va qalaydan yasalgan askar o'yinchog'i uchun gulxan yoqadi. Qizining o'yinchog'i unga bu podvaldagi sarguzashtda suhbatdosh bo'lib xizmat qiladi. Ochilgan qizil gul esa qorong'uda yashirinib yotgan o'rgimchak uchun ogohlantirish vazifasini bajaradi. 20-iyul Pol o'zining achinarli hayotini davom ettiradi, lekin taqdirga taslim bo'lishni istamaydi. Tepadan shovqin eshitib, u zinaga yuguradi. Akvarium balig'i uchun tushayotgan odamning e'tiborini tortmoqchi bo'ladi, ammo gigant odamning qadamlari mitti odamni deyarli kar qilib qo'yadi va qutulish rejasiga butunlay chek qo'yadi. Bu shovqinda omon qolishning o'zi katta gap. 2-avgustga kelib, kichrayib ketgan Pol uchun hatto chivinlar ham gigantga o'xshab qoladi. Hasharotning uchishini kuzatib, u podval derazasidagi chivin to'rini ko'radi va undan o'tish mumkinligini tushunadi. Ammo avval u yerga yetib borish kerak. Ko'p o'ylab o'tirmay, Pol yo'lga chiqadi va stelajning yog'och oyog'i bo'ylab yuqoriga chiqadi. Yaxshiyamki, uning o'lchami yog'ochdagi notekis joylardan foydalanishga imkon beradi. Tepaga yetgach, Pol yugurib kelib beton devordagi yoriqqa sakraydi. Shu yo'l bilan derazaga yetish mumkin. Ammo burchakka eski dushman o'rgimchakning uyasi yopishqoq to'r bilan o'ralgan holda turardi. Iplarga tekkizmaslikka harakat qilib, Pol o'tib ketmoqchi bo'ladi, ammo baribir ilinib qoladi va o'rgimchakning e'tiborini tortadi. Endi yanada katta va qo'rqinchli bo'lib ketgan hasharot qo'rqib turgan Polga yaqinlashadi. U o'ljaning ustiga osilib turgan paytda kutilmaganda to'rdagi boshqa o'ljaga e'tiborni qaratadi. Balki shikastlangan ko'zlari bilan eski dushmanni ko'rmagandir, balki rahmi kelgandir yoki yana aralashishni istamagandir. Xullas, uni o'zi biladi. Yo'lini davom ettirgan Pol nihoyat derazaga yetib keladi. Ammo hozircha u hali juda katta, shuning uchun teshikdan o'ta olmaydi. U tongni kutishga majbur bo'ladi. Ertalab chumollar oyog'ini yengil tishlab uyg'otadi. Shu payt yana o'rgimchak paydo bo'lib ovga chiqadi. Polning qo'rqib qichqirganligi uni e'tiborini tortadi.
Ammo Pol endi yetarlicha kichiragan bo'ladi va setkadan bemalol o'tishga muvaffaq bo'ladi. Kenglikka chiqib, xavf yanada ko'p bo'lgan dunyoga qadam qo'ygan Pol uydan uzoqlashib ketadi. Kechqurun uni kapalak ko'radi, lekin Pol ichki monologiga endi qo'rqmasligini tan oladi. So'nggi oylar davomida boshdan kechirganlari unga hamma narsani xotirjamlik va sabr bilan qabul qilishni o'rgatgan edi. Kapalak uchib ketgach, Pol boshi uzra yoyilgan cheksiz yulduzli osmonga qaraydi. Xuddi shu yulduzlarga boshqa joyda gamakda yotgan holda uning qizi Miya ham qarab turardi. Film inson aqli yetmaydigan qushlar va hodisalar mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan yorqin yulduzlar tumanliklari manzaralari bilan yakunlanadi. Ular atrofdagi dunyoni tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada o'zgartira olishadi. Bu film kimgadir tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin filmni diqqat va e'tibor bilan ko'rgan inson shukr qilishni va yaxshilikka doim yaxshilik qaytmasligini, sabr va matonatni bu dunyoda qanchalik muhimligini tushunib yetadi. Bizda esa hozircha shular. Qanday filmni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lib, videoga bittagina like bosish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling. YouTube'da pul ishlash sizlar o'ylaganchalik qiyin emas. Misol tariqasida shu kanal 29-iyul kuni pul ishlashni boshlagan va 10 kun davomida $1700 pul ishlashga muvaffaq bo'ldi va ba'zi kunlar hattoki $300 ga yaqin pul ishlagan. Nastroykasini ko'rishimiz mumkin. Bu kanal AQSh dollariga hisobni ko'rsatmoqda va bir haftada $1300 pul ishlagan. Agar bunaqa ikkita kanal qilib qo'ysangiz, bemalol moliyaviy erkinlikka erisha olasiz. Buni Amerikan YouTube deyishadi. Bunaqa kanal qilib pul ishlash uchun sizni gapirishingiz shart emas. Mikrofon, kamera hatto kerak bo'lmaydi. Kompyuter bo'lishi shart emas, shunchaki oddiy telefon bo'lsa bas. Hatto yosh bolalar va ayollarga ham mos keladi. Eng asosiysi, qimor yoki tavakkalchi o'yinlarga o'xshab pulingizni yo'qotmaysiz va kanal yuritish uchun pul tikish ham shart emas. Internet va xo'sh bo'lsa bas. Agar YouTube'dan daromad qilishni xohlasangiz, Telegramdagi Bir Qadam Pro kanalimizga qo'shiling va tekin maslahatlar va darsliklardan o'rganishni boshlang.